Guliston shahar hokimi Hojimanov Jamoliddinning buyrug'i bilan shaharning eng gavjum va fayzli bozori bo'lgan Vokzal bozoriga olib boradigan yo'llar mana 2 oydirki transport qatnovi uchun yopib qo'yilgan. Xalq bu bozorni yaxshi ko'radi, u yerga borgan odamning ishi bitmay qolmaydi. Bugun bu bozorda 1000 ga yaqin tadbirkor oziq-ovqat, kiyim-kechak, qurilish materiallaridan tortib xo'jalik mollarigacha mana shu bozorda savdo qiladi. 2 oydirki bozordagi tadbirkorlar tashvish ichida yashashmoqda. Bozorga transport kelmagandan keyin tabiiyki xaridorlar ham kamayadi. Ularning shahar hokimiga murojaatlari javobsiz qolmoqda. Viloyat hokimiga esa umuman bu masala bilan yaqinlashib bo'lmaydi, dedi negativ bilan suhbatda bozordagi tadbirkorlardan biri. Xo'sh, nima uchun Guliston shahar hokimligi shahar g'aznasiga yaxshigina soliq to'layotgan Vokzal bozorini qamal holatida ushlab turibdi? Hokim Hojimanov Jamoliddinning maqsadi nima? Shahar ahlining aytishicha 2020-yil fevral oyida Gulistonning boshqa bir burchida Humo deb nomlangan yangi savdo markazini ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Va shundan buyon shaharning eski Vokzal bozorida savdo qiladigan tadbirkorlarning boshiga tashvish tushadi. Chunki Guliston shahar hokimligidan ularga Humo savdo markaziga ko'chib o'tish haqida xabarlar kelgan. Tadbirkorlar esa o'zlari o'rgangan joyini shunchaki topshirib, yangi savdo markaziga ko'chib o'tishni xohlashmayapti. Chunki birinchidan ularning Vokzal bozoridagi do'konlari to'liq holicha kadastrlashtirilgan. Ular yangi Humo savdo markaziga ko'chib o'tishsa, do'konlar ijarasini yana qaytadan ehtimolki yangi narxlarda rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Bu esa arzon emas, deydi negativ bilan suhbatlashgan bir tadbirkor. Yangi qurilgan Humo savdo majmuasi kimga tegishli? Kim qurgan uni? Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Humo savdo markazi Gulistonda ancha taniqli bo'lgan oilaning farzandi Dantes Ustajalilovga tegishli. Dantesjon do'konni qurishga quribdi-yu, uni xaridorlar uchun jozibali bo'lishini hisobga olmaganga o'xshaydi. Chunki aytishlaricha 2 oy avval ochilgan hashamatli Humo savdo markazi xaridorlarning diqqatiga u qadar tushmagan. Savdo zallari va do'konlarida savdo qaynab toshmagan. Ana shunda Dantes Ustajalilov Guliston shahar hokimi Jaloliddin Hojimanovning ham qabuliga va ehtimolki ko'ngliga ham yo'l topadi. Va mana 2 oydirki shahar hokimi tadbirkorlarni o'z issiq joylaridan Humo savdo markaziga ko'chira olmay halak. Kunda kunora ichki ishlarning reydlari, baqir-chaqir, janjallar va bozorga olib boradigan yo'llarning transport uchun yopilganligi mashhur Vokzal bozorining barakasini o'chirdi deyishmoqda bugun gulistonliklar. Bozor ahlining shahar hokimiga shikoyatlari esa hokimning bir xil javobi bilan yakunlanmoqda. Hammang Humoga ko'chishasan, emaklab 4 oyoqlab borasan hali hammang Humo savdo markaziga demoqda ekan shahar hokimi janob Hojimanov. Guliston shahar soliq bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, shahar hokimining yo'llarni yopish haqidagi qarordan so'ng bozordan kelayotgan soliq tushumlari keskin ozayib ketgan. Avvallar har oyda 500 million so'mdan ortiq soliq tushumi bo'lgan bozor bugun shahar g'aznasiga ko'pi bilan 150 million so'm tushum beryapti xolos, deydi soliq ishlariga aloqador bo'lgan insider. Gulistondagi xalq ichida Vokzal bozor nomi bilan tanilgan bozorni savdogarlariga quloq tutamiz. Xalq norozi. Tadbirkor norozi. Ko'chada kuydagi любой odamni o'zi norozi. U marshurutkadan bu marshurutkaga, bu marshurutkadan bu marshurutkaga o'tiradi. Nima endi yangi bozor boylardiki bo'lsa, Humoda ham bor-ku, oddiy odam aybdor emas-ku. Qarang, bu yoqda yoymalarni olib tashadi-ku, lekin Humoni boring, polni yoyma bo'lib yotibdi. Yoyma yo'q bo'ladi, yoyma yo'q narsa deb Humoni hozir men borsangiz yoni beparatga bo'lib, bunday zontiklarni qo'ygan, bunday qilib shu tadbirkorlar issiqda, sharoit yo'q turibdi mana yoymasi. Faqat endi bitta yangi bozorda bozor bo'lishi faqat yozilmagan-ku. Shaharda ichida mana Gulistonda ham bir 2-3 ta bozor bo'lishi mumkin-ku, yo mumkin emasmi? 2-3 ta bo'lsin bozor. 20 yillik bozorda bu 20 yillik. Hamma shu yerga butun xalq tadbirkorlar o'rganib. Mana Toshkentda ham yangi bozor bo'ldi, produktdan bo'laverish kerak-da u yoq. O'rikzor bor,
bek to'pi bor, bek baraka bor, abu saxiy bor. Ko'proq rayondan Rayondan keladi-da, ha. Qishloqlardan, mana qishloqlardan keladi, oladi arzon. Xursand bo'lib ketadi. Hozir mana xalqlar juda ham norozi. Bilmay kimgadir aytish kerak, kimdir buni prezidentga yetkazish kerakmi, to'g'risida xalq norozi. Bilsin, eshitsin, xalqni eshitsin ular. Tadbirkor sarson. Mana quyoshda hammasi xumoni, mana borsangiz hozir ko'rasiz, xumoni eshigini tagida yoymani yoyib, issiqda narsasi oqarib o'tiribdi. Hozir ko'zim bilan ko'rib keldim. Sarsoni chiqib o'tiribdi tadbirkorlarda. Endi bir oxiri bordir endi. Qabulga necha marta bordilaring? Qabulga necha marta bordilaring? Ko'p bordik ham. Oxirgisida borganimiz xonasida yuzma-yuz gaplashib keldik. Uzog'i 10 kun ochib beraman dedilar. Bir oy bo'ldi ochilgan yo'llar. Yo'lni tekisladi, chiroyli qildi. To'g'ri, juda chiroyli, juda chiroyli qilib qo'ydi, lekin endi ko'rinishi chiroyli. Guliston katta ko'rindi. Ammo yo'lni yopib qo'ygan. Hech bo'lmasa yo'lni ochsin, bo'ldi, boshqa narsa nima kerak? Savdomiz yursin, biz ham savdo qilaylik, tirikchiligimizni qilaylik. Tovarga, davlatga pul tushsin, налогlarimizni yana qaytadan vaqtida to'lab boraylik. Masalan, men hozir to'lab olmayapman налогimda. Har chislosini to'lab kelardik. Meni ikkita sotuvchim bor, ularga oylik berardim. Hozir oylik sotuvchimga ham javob berardim. Chunki men o'tiribman, o'zim savdo qilmayapman-ku, sotuvchiga non qayerda? Men sotuvchiga masalan o'zim oylik ish yo'q. Nima ish qiladi? Sotuvchiga 70 ming, 60 mingga ishlaydi. O'shani qozonni qaynatadi. Ammo hozir savdogarda yo'q bo'lgandan keyin sotuvchiga qani pul. Sotuvchi olingan edi, sotuvchiga налогga, sotuvchiga ham pul to'lar edik. Hozir uni ham qaytarib oldik. Ishchi deb uni ham qaytarib oldik hozir. Endi nima qilamiz? Ertaga oxir o'zimizning dokumentni yopamizmi, nima bo'ladi? Bilmayman, tirikchiligimiz nima bo'ladi? Bolalarimiz kredit nima, kontrakt nima bo'ladi? O'zimizning kreditlarimiz nima bo'ladi? Bozorga ishonib kredit O'zbekiston tashlab chiqib ketib qolmaymiz-ku. 20 yillik bozor tashlab sarson bo'lib xumoni eshigini tagida yoymada o'tirmaymiz-ku. Eski tadbirkormiz. Bitta magazinni 5 million to'laysan. Xumoni qanday ko'tariladi? Kim boy bo'ladi? O'sha xum. Bu boy bo'ladi albatta. Qolgani faqat u laxmini yeb, odamlar, savdogarlar suyak qaynatib ichmaydi-ku. Ana shu yerda o'tirsak, mana svetlarga to'lab o'tiramiz. Davlatga foydamiz zo'r tegay turadi-da. Davlatga foydamiz yaxshigina tegay turadi. Yo'lni ochib qo'ysa, agar yo'llar ochilsa, yana mashinlar kirib oldingidek bo'lsa, lekin mana chiroyli bo'lib qolgan. Biz ham savdomizni qilamiz, ishchilarimizni qaytarib olamiz, налогlarimizni vaqtida yopamiz. Dahshat janjal bo'lyapti. Tadbirkorlarni qo'ymayapti ishlashga. Siz ko'rayotgan kadrlar Humo savdo markazida olingan. Ko'rib turganingizdek, savdo markazida deyarli hech kim yo'q. Do'konlar bo'm-bo'sh. Gulistonning eng gavjum va fayzli bozoriga olib keluvchi yo'llar bugun transport qatnovi uchun yopilgan. Yo'llarda faqat militsiya patrul mashinalari va shaharning bir ikkita boy oilalarining avtomobillari yuradi xolos. Bozorchilarning boshi qotgan. Shahar hokimligi ularga yo'llar nima uchun yopilganini izohlab bermayapti. Lavha so'ngida Guliston shahri hokimi Jamoliddin Hojimonovga savol berib ko'ramiz. Janob hokim, kiyim-kechak bozoriga olib boradigan yo'llar nima uchun 2 oydan buyon transport qatnovi uchun yopilgan? Ko'chalar ta'mirlanyaptimi yoki qandaydir qurilish ishlari olib borilyaptimi? Siz bu farmoningiz ortidan kelayotgan zarar miqdorini hech hisoblab ko'rganmisiz? Humo savdo markazining egasi Dantes Ustajalilov va sizning o'rtangizda qanday sirli shartnoma tuzilganki, siz bugun jon jahdingiz bilan ishlab turgan, soliq to'layotgan bozor ahlini issiq joyidan bezdirmoqdasiz. Dantes jonning sizga nimalar va'da bergani haqida bizga allaqachon xabarlar yetib kelgan, lekin biz hozir bu haqda gapirmay turamiz. Voqealar rivojini kuzatamiz va mavzuga hali yana qaytamiz. Bilaman, hokim bu savollarga javob bermaydi. Istasa javob bersin, istamasa yo'q. Bizning vazifamiz shahar hokimining tushunarsiz qarori ortidan zarar ko'rayotgan jamiyatning savollarini jamoatchilikka va eng yuqori tashkilotlarga yetkazish.
Darvoqe Guliston shahrida yana bir muammo borki, negativ dastur bu haqda albatta hikoya qiladi. Bu shahar ichidagi avtobekatlar. Bir vaqtlar shaharning avvalgi hokimi tomonidan avtobekatlar tadbirkorlarga bo'lib berilgan edi. Ularga avtobekat ichida kichikroq do'kon qurish va yo'lovchilar uchun to'liq sharoit yaratish topshirig'i ham berilgan edi. Shundan so'ng shaharda avtobekatlarning ko'rinishlari yaxshilanib, bekatlar ichida internet va yo'lovchi